Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, bizni kuzatuvchi do'stlarimiz, ijtimoiy tarmoqlarda bizni qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimiz hamda hamkasblarimiz, mana hammalari diqqat e'tiborlaringizda bo'lib turibdi. Hozir mana 100-yubiley oilamizdamiz. Manzili Toshkent viloyati Keles tumanida, mana shu qiynalgan hamkasbimiz hamda onasiz o'sayotgan bolajonlarimizni uylab, mana shu bir katta hasharni boshlab qo'yganmiz. Xudo xolasa bitta sizlarga yana video obzor qilib o'taman. 8 kun davomida nimalar o'zgardi, nima bo'ldi deb ko'pchilikni qiziqtiradi albatta. Mana hozir sizlarga bir ko'rsataman. Uy emas, jannatdan qasr quryapsizlar inshaalloh. Ko'pchilik ehsonlari bilan shu oilani xursand qilishga harakat qilyapti. Ko'rsatamiz. Harakat topsin ukalarimiz. Xudo quvvat bersin shularga. Mana shifr tom qismi bo'ldi azizlarim. Tom qismi. Mana Shlaka bloglar. Boburjon baraka topsin. Boburjon do'stimiz mana Shlaka bloglarni hammasini keltirib berdilar. Tom qismi yopildi. Tomni qaytirib uni olib tashlab, tom qismini yopdik. Bu tomoni mana elektr sistema. Hasanjon baraka topsin, tik ko'rsin. Yaqinlashdi, ishla. Dard ko'rmasin shuningizmi. Bu yoq tomonlarini hamma joyini, uyni hamma qismini elektr nimalari, simlari, tizimi yangilanyapti. Mana paravoylar isish tizimi, turbalar hammasi qo'yilib, mana bu yoqdan nimalar turbalarni chiqarib qo'ydik, stechka bo'ldi. Bu xonada hamma joy stechka bo'ldi. Birinchi xonamiz, bu oshxona qilamiz. Ikkinchi xonamiz, ikkinchi xona ham mana. Otam zamonidan qolgan pechka ham o'rtashaldi. Buni ham joylarimiz shu va elektr tizim. Hamma joyi buni ham bo'lib, mana pastda stechka bo'ldi. Chunki parket bo'lgan buni tayyorlayapmiz. Bu xona ham xuddi shunday. Bu xona ham, uchinchi xona ham xuddi shunday. Hamma joylar bo'lib, elektrlardan ko'rsating. Yangilanib, mana bu eshigimiz ham buni yoqdagi sargina. Yoqdagi mana bu zalcha bilan. Zalchani ko'rsak, to'g'ri tushadi mana shunday. To'g'ri kelishi uchun mana bu yog'ini mana ishteda ko'taramiz. Mana tepasiga nimadan taxtalarni qo'yib, qalin yopib, bir xil bo'ladi. Shunday kirgan payti to'g'ri zal bo'ladi. Gilamlarni zo'rini qo'yamiz nasib bo'lsa. Bu xonamizda ham mana bu osilib qo'yganda buni ham terib, derazani ikkita qilib, xudo xolasa bu oxirgi xona. Xullas 5-xonamiz bu. Mana bu yoq tomonni ham yuvinish xonasi bilan hojatxonani mana boshlayapmiz. Fundamentlarni to'kib, ikki qatordan terdik. Kecha qo'limizdan kelgancha. Azizlarim, rahmat shu oilaga yordam. Ko'pchilik e'tibor qaratyapsizlar. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin. Biz ham yurtboshimizga kamar basta bo'lib, bitta mana shu qiynalgan oilalarni, muhtoj oilalarni kamaytirishga harakat qilamiz. Mana shu faoliyatimiz davomida bu aslida mana 3 yil bo'ldi faoliyatimizga. Bu 10-oilamiz. Men 100-oila deganim sababi faqat uy qurish emas. Mana sog'ligi yo'q hamkasblarimizga pul mablag'lari yig'ib berganmiz, shu 100 millionlab, undan ham ortiqcha o'sha davolatganmiz, oyoqlariga protezlar qo'yib, shu jigar ko'chirish amaliyotlarigacha qilganmiz. Jamoatchi guruh bo'lib. Rahmat, sog' bo'linglar, shunchalik qo'llab-quvvatlayapsizlar. Hamda ta'kidlab o'taman, mana shu oilalar, mana shu akamiz TV2 deydi. Hozirgi Jamoat xavfsizlik universiteti ko'pchilik biladi. Jamoat xavfsizlik universitetini rahbariyatiga, mana shu universitetning boshlig'iga hamda mana shu yigitlar hozir kelib ishlab turibdi, yordam beryaptilar. Yurt xizmati
ham bular birinchi o'rinda. Hamda mana shu xayrli ishlarda ham qarang, qo'llab-quvvatlashlari bu juda quvonarli holat. Bu fuqarolarimizga ham bir iliq taassurot uyg'otadi. Hamda shuni aytish joiz deb topdim. Bularning komandiri bor, Qamardinjon. Mana shu komandirni ota-onalariga rahmat. Barcha mana ko'rib turgan, kuzatib turgan hammalaringizga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimizga ham rahmat. Inshaalloh buni qiyomatda ancha ajr savoblari bor. Rahmat azizlarim, bizni kuzatishda davom eting. Yana vaqtimiz bo'lganda, men o'zim ham ishlayman, bilasizlar. Vaqtimiz bo'lganda qisqa qilib video qilib o'tamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom eting azizlarim. Rahmat.